Trixomoniyas kasalligi begona ayollardan yuqadigan kasalliklar ichida eng ko'p uchraydigan kasallik hisoblanadi. Ushbu kasallikning belgilari jinsiy a'zodan yiringli ajralma keladi va bemorda ko'pincha og'riq va siyganda achishlar kuzatiladi. Ushbu kasallikda biz e'tibor beradigan narsa, ko'pchilik bemorlarimiz mana shunaqangi holatda aptekaga borib yoki har xil mutaxassis bo'lmagan insonlarga borib har xil antibiotiklarni qabul qilishadi, lekin bu kasallikka hech qanday antibiotik ta'sir qilmaydi. Shu sababli ham ko'pchilik yoshlarimiz bu kasallikni o'tkir vaqtida noto'g'ri davolab, surunkali trixomoniyas kasalligini rivojlanishiga sababchi bo'lishadi va oqibatda ko'pchilik yoshlarimiz surunkali trixomoniyas orqali befarzand bo'lib qolishlari ham kuzatiladi. Avvalambor begona ayollarga borishdan o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Mabodo adashib borib qo'yadigan bo'lsangiz ham, mana shunday surunkali holatlarga o'tkazib yubormaslik uchun to'g'ri mutaxassisga murojaat qilish kerak. Ushbu videoni bojalarga jo'natib qo'yamiz.